Bize yashab kelgan cho'lga hech qachon bormaylar. Agarda bormoqchi bo'lsanglar ham yo'lni biladigan odam bilan yo'kida o'sha yerdagi aholidan kimnidir olib borib kelishlarini tavsiya qilamiz. Bizga shunaqa voqea gapirib berishdi. Ikkita bola qiziqishga chiqishgan, yengil mashinada, yo'lda antena yo'q, mashinasi buzilgan. 6 kun davomida qidirishgan. 6-kuni oxiri vertolyotlarda amallab topishgan. O'lim holatida bo'lgan u bolalar. Keling, aka bir boshidan aytib bering. Qaranglar, biz Toshkentdan Nukusga yo'lga chiqdik. Nukusdan Mo'ynoqqa yurdik. Mo'ynoqdan Orol dengiziga qarab yurdik. 300 kilometr orasida antena yo'q va chuqurlar, yo'llar, qumlar juda ham yomon. Mashinamizni balonini zashtnilari, teylari tushib, chochilib sinib ketdi. Birinchi kuni amallab borib joylashdik. U yerdagi bo'lgan voqealarni o'zingizlar ko'rdinglar. Bizlar bilan borgan gid shunaqa gap gapirdiki, kelgan kuninglar yetganimda bu yerda yashamasdinglar dedi. Oxirgi kun aytdi. Bizlar yashagan joy qabriston ekan. Oxirgi kun aytdi, qo'rqib ketmanglar deb. Undan ham qo'rqinchlisi, bize kechasi ochig'ini aytamiz, hojatxonaga chiqishga qo'rqdik. Chunki ko'zimiz bilan katta echkemarga o'xshagan kaltakesaklarni, otyo'ni va boshqa hasharotlarni ko'rdik. Kechasi majbur chidab yotdik. Bularni biz aytganimiz yo'q, mana endi aytyapmiz eson-omon kelib olib. Biz ketayotganimizda dengizda masax cho'milamiz deb o'yladik, buni ham iloji yo'q ekan. Chunki dengiz juda ham sho'r. Shu darajada sho'r. Qo'lni shunday tiqib olgan joyimiz oppoq bo'lib qoldi-da. Biz bu eksperimentdan nima xulosa oldik? Birinchi o'rinda men o'zim suvni qadriga yetishni o'rgandim. Qo'lni yuvayotganda ham kranni o'chirib turib, "Ya bu bizga kerak, tugab qolsa yomon bo'ladi" degan narsani o'rgandim. Qisqa qilib aytganda, shukr qilishni o'rgandik va hozirgi yashayotgan sharoitimizda juda ham ko'p narsalar ne'mat qilib berilganini his qildik. Va go'shtsiz shirin ovqat qilish mumkinligini ham o'rgandik va yeb ko'rdik. Va qaysidir ma'noda chekka joylarda yashayotgan insonlarni yana ham hurmat qilishni o'rgandik. Bu eksperiment sizlarga foydali bo'ladi ko'proq deb o'yladik, lekin o'zimizga ko'proq foydali bo'ldi. Ana hazil bilan aytamiz-ayu, kibr sindirish deb. Bu sinib ketdi. Rost tomonga aylanib ketib qoldi. Keyingi eksperimentimiz qanaqa bo'lishini yozinglar, o'qib chiqamiz. To'g'risini qolib ketdik deb qo'rqding-a? Benzinimiz bilan akkumulyatorimiz tugab qolgan kuni, menimcha hamma qo'rqdi. Bolalarning ko'zi moldan o'tdi-da.